Koreya oldin kambag'al davlat bo'lgan. Shunchalik kambag'al bo'lganki, u yerda hattoki avtomobilda yurish ham fantastika deb tuyulgan. Mana shu sharoitda bitta kichkina bolakay tug'ilgan. Uning ismi Chon Ju Yun. Hyundai kompaniyasining kelajak asoschisi. U kichkinaligidan mol boqqan, buzilgan narsalarni topsa tuzatar edi va juda ham erta paytda bitta narsani tushundi. Agarda yaxshiroq yashamoqchi bo'lsang, bu narsani sening o'rningga hech kim amalga oshirib bermaydi. Uydan ham bir necha marta qochib ketganini harakat qilgan, chunki yaxshiroq yashaganini xohlagan. Birinchi marta o'xshamagan, ikkinchi marta ham o'xshamagan, uchinchi marta esa shaharga ko'chib keta olib, qaysi ish chiqib qolsa yuzini tortmagan. Yuk tashigan, qora ishchi bo'lib ishlagan va hattoki xizmatchi bo'lib ham. Va mana shu yerda tarix boshlanadi. 1947-yilda Janubiy Koreya butunlay talon-taroj bo'lib, urushdan keyin dabdalasi chiqib yotgan bo'ladi. Chon Ju-yon ana shu payt kichkina qurilish firmasini ochib, uni nomini Hyundai deb qo'yadi. Hyundai yo'llarni, ko'priklarni, hattoki portlarni ham quradi. Lekin Chon Ju-yon ana shu payt davlat uchun qurilishlarni o'zi yetarli emasligini tushunib turgan. Yangilik kerak bo'lgan. Ana shu payt u atrofdagi sharoitga qaramay avtomobillarni yasayman deb qaror qiladi. Lekin muammo bor edi. Koreyada hech kim avtomobil yasashni bilmagan. Shuning uchun Hyundai kompaniyasi o'rganadi, qayerdandir kopiya qiladi va xatolar ustida ishlaydi. Va nihoyat 1975-yilda birinchi Hyundai Pony avtomobili chiqadi. Birinchi koreyalik avtomobil. Ammo avtomobil jahonga taqdim qilingandan keyin bitta haqiqat bilan uchrashishdi. AQSh va yevropaliklar uchun bu avtomobil arzon, shovqinli va vaqtinchalik variantda qabul qilingan. Shu payt Hyundai kutilmagan narsani qilishadi. Ular o'z avtomobillariga 10 yillik kafolatni berishadi. Natijada vaqt o'tib, Hyundai avtomobillari qanaqadir arzon vaqtinchalik variantni o'rniga aqlli tanlovga aylanadi. Bugun Hyundai bu elektromobillar, vodorodda yuradigan avtomobillar, robotlar, poyezdlar va uchadigan taksilardir. Qachondir mol boqib yuradigan boladan boshlangan kompaniya endi avtomobillarning kelajagini yasab beryapti. Va ushbu hikoyaning asosiy xulosasi shundaki, Hyundai bu mashinalar haqida emas, Hyundai bu taraqqiyotdir. Va bugun Hyundai o'zining eng zo'r modellaridan biriga, Hyundai Sonataga zo'r aksiyani taklif qilmoqda. 31-dekabrgacha Hyundai Sonatani ikkala pozitsiyasini foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Style Plus pozitsiyasini mana bunday foyda bilan, Lux pozitsiyasini esa mana bunday foyda bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Eslataman, barchasi faqat 31-dekabrgacha.